Uka, do'kondan sigaret bilan bitta qurt olib kelasan. Qanaqa qurt? Dumaloq qurt. To'rt burchagi bo'lmaydimi? To'rtburchagi bo'ladi. Bunaqasi yo'q-da. Oddiy qurt olib kelsang bo'ldi, uka. Shirin bo'lsinmi? Achchiq bo'lsinmi? Shirin bo'lsin, uka. Shirini yo'q, Unda achchig'ini olib keling. achchig'i ham yo'q. Sen do'konga bordingmi o'zi? Qanaqa do'kon? Hozir men senga aytdim-ku, qurt bilan sigaret olib kelasan do'kondan dedim. Qachon? Kim bilan bordim? Sen hech qayerga borganing yo'q. Hozir do'konga borib, qurt bilan sigaret olib kelsang bo'ldi. Ey, nima vaqtli chatir bo'lyapti? Men bugun tushuntira olmayapman, dada. Nima bo'lyapti? Ha, o'g'lim. Nima bo'lyapti? O'g'lim, borib sigaret bilan qurt olib kelasan. Tushundingmi? Sigaretning yog'onimi? Ingichkasimi? Men ingichka sigaret chekaman, o'g'lim. Yaxshi. Barakalla. Bor unda. Rahmat. Nima rahmat? Bormaysanmi? Qayerga? Do'konga, qurt bilan sigaretga. Tushundim. Tushungan bo'lsang bormaysanmi? Hozirmi? Ertaga!